Keserva bo'lgan homiladorlar yoki bo'ladigan homiladorlar shu narsani bilib qo'yinglar. Bu narsaga hammanglar duch kelasizlar. Keserva chokini o'zingizda faqatgina 12-13 haftagacha bilib turish mumkin. U to'g'risida to'g'ri xulosa chiqarish mumkin. Undan keyin o'sha keserva choki ingichkalashishni boshlaydi. Mana katta sroklarda ko'ramizda. Keserva choki 2 mm ekan, 1,5 mm ekan deb shular ham ushab turadi. Keserva choki o'zida qanchalik ingichka bo'lib ko'rinishidan qat'iy nazar bizni homiladorga, mutaxassis homiladorga choking ochilib ketadi, u bo'lasan, bu bo'lasan deyish noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki juda kichkina keserva choklari ham ushab turgan, xavotir olmanglar homiladorlarim, ushab turadi. Qachonki nimaga e'tibor beramiz, unda biz qayerdan bilamiz Zulayho opa desanglar, o'zingizlarda keserva chokinglarni og'rig'idan bilasizlar. Og'riyaptimi? Xavfli. Og'rimayaptimi?